Inshaalloh, ushbu videoni ko'rib kommentariyada shu so'zni yozib qo'ygan har bir obunachimizga hech bo'lmaganda kamida shunaqa hovli nasib qilsin. Judayam zamonaviy dizaynda deyarli 80-70% bitgan hovli sotuvga qo'yildi. Hovlimiz pishiq g'ishtdan qurilgan, 3 sotix maydonda qad rostlagan, 2 qavatli bo'lib, ichkarisida 6 ta xonasiga ega. Sanuzellariga esa 3 ta xona ajratilgan. Mazza-yu. Uyimiz korobka holatida, lekin oddiy korobka emas. Ishlari 70-80% gacha bitkazilgan, to'pli pol o'tkazilgan, isitish tizimlari esa montaj qilingan. Demak, asosiy mehnat va xarajatlar bajarilgan. Qolganini esa o'z orzuyingizdagi dizaynga moslab bezatib olishingiz mumkin. Kommunikatsiya masalasida gaz, svet, suv, kanalizatsiya alohida liniyada keltirilgan. Orqa tarafida esa kichkina, ammo ko'ngilga yoqimli hovlichasi bor ekan. Uni yozgi oshxona qilib chiqish mumkin. Yaqinlar bilan choy ustida suhbatlashadigan maskan bo'ladi. Eng qiziq joyi, bu uyning ichki dizayn loyihalari ham tayyorlab qo'yilgan. Sizga qolgani faqat uni o'z didingizga moslab davom ettirish. Atrofida esa hayot uchun kerakli hamma narsa bor. Maktab, bog'cha, savdo do'konlari, bolalar o'yingohlari, oilaviy qulayliklar uchun ideal joy. Narxini esa $73,000 deyishmoqda. Yana kelish imkoniyati bor ekan. Yana bitta katta plusi, faqat bitta emas, 3 ta shunaqa kottej sotuvga qo'yilgan. Agar qarindosh urug' yoki yaqinlaringiz bilan yonma-yon yashashni istasangiz yoki aka-ukalar bir bo'lib sotib olsangizmi, butun mahalla bir oilaniki bo'ladi qoladi. Manzildan so'rasangiz, Qo'qon shahar Mingtut mahallasi, Hurriyat ko'chasi 15-uy. Egalarining raqami ekranda. Bemalol qo'ng'iroq qilib, kelib ko'rib ketishingiz mumkin. Shunaqa joylarni aka-uka, qarindosh, yor birodarlaringizga ulashib qo'ying.